yuz bergan kuchli to'fondan bir boy kishining barcha mol dunyosi suvga g'arq bo'libdi. Butun boyligi bir pasda yo'q bo'lganiga chidolmagan boy ko'chalarda faryod va fig'on chekib yig'lab ketayotsa, qarshisidan bir odam chiqib qolibdi. Katta odamga yig'lash nimasi? deya savol beribdi ajablanib. Men yig'lamay kim yig'lasin? debdi boy. Bir zumda hamma mol-mulkimdan ayrilib, faqir, qashshoq bo'lib qoldim-ku. Ko'p g'am chekma, deya ovutishga tushibdi yo'lovchi kishi. Umr yo'ldoshing bormi? Bor, debdi boy, biroz hayron bo'lib. Uning aqli hushi, farosati bormi? Boy bir zum o'ylanib qolibdi va ha, bu jihatdan baxtiyorman. Farosatli, soliha, har doim kayfiyatimga qarab yashaydigan juft halolim bor, debdi boy. U holda nega yig'laysan, ey g'ofil banda? Bu dunyoda mato uchun ham ko'z yosh to'kadimi odam? Saboq uchun bir gap aytay senga. Men shunday bir xotinga uylanganmanki, erning qadr-qimmatiga yetmaydi. Sen falokating nimaligini bilmas ekansan. Agar sen ham aqli kalta, tili uzun, jag'i tinmas bir xotinga uylangan bo'lganingda, o'shanda bilarding haqiqiy falokat nimaligini. Do'konlaring suvga g'arq bo'lgan bo'lsa, sen sog' ekansan-ku. Hammasini topasan. Faqat yoningda, ko'nglingdagidek ayoling senga madadkor bo'lsa, ma'naviy quvvat berib tursa, tezda o'zingni o'nglab olasan, debdi yo'lovchi.